Buxoroning yuragi bo'lgan Gorgazda turibmiz. Shunagina Safiya dom nomi biladi. Ikkinchi qavatdan 340 metr kvadratli nijiloy joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Eng zo'r tomoni esa naqd pul bilan kelsangiz chiroyli qilib skidka qilib beradilar. Naqd pulim kamroq deydigan bo'lsangiz, rassrochka qilib beradilar. Barterga mashina, kvartira ham hisoblab olishlari mumkin ekan. Yo'q, 340 kvadrat katta deysizmi? Mana ozginadan keyin 71 kvadratlik yana bitta joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Ofis qilishga, o'zingizni biznesingiz yo'lga qo'yishga ideal joy. Juda ham gavjum, Buxoroning shunday yuragi hisoblanadigan ko'cha. Safiya domni bilmaydiganlar yo'q. Videoni mana shunaqa markazdan joy izlab yurgan tanishlaringizga ulashib qo'yinglar. Oldindan kirish kodlari bor, podyezddan ham alohida kirish kodlari taxlab qo'yilgan. Lokatsiyani bombasidan sizlar uchun ijaraga beriladigan omborxona hamda ofislar topib qo'ydik. Bu yog'i Malochka Kalsodan kelaverish, Kogom ketadigan shunagina asosiy trassa yo'lning yoqasida joylashgan. Mana shu joyimizda ofislarimiz hamda omborxonalarimiz ijaraga berilyapti. Nurafshon restorani shunagina qatorda joylashgan. Hozir ichkariga kirib videoni davom ettiramiz. Qani ketdik. Ichkaridagi ofislarni ko'rish uchun kirdik. Kirishimiz bilan o'ng qo'ldagi birinchi ofisimiz. Kirganda birinchi kattagina hol, ichida mebel texnikalari ham mavjud. Endi bularni kelishilgan holda xohlasangiz o'zlaringiz uchun yangilaysizlar yoki shularni ham qo'ldirish imkoniyati mavjud. Kelib kirib usta aytib eslasizlar. Bu yerda ichkarida esa direktorning kabineti bo'ladi. Mana shunaqa holatda remontlari yomon emas. Ofis qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib aytib eshitsalaringiz bo'ladi. Qo'shimchasiga bu bitta holatdagisi, yonida yana bitta shunga o'xshash ofis qilishga mo'ljallangan o'zi tayyor ofisi. Ichkariga kirishingiz bilan kotibani joyi bo'ladi. Sekretariya deydim shunaqa. Bu yerda o'ng qo'lda direktor xonasi uchun mo'ljallangan joy. Chiroyli qilib ta'mirlangan va taxlangan stol stullar ham mavjud. Bu yerda chap qo'lda esa buxgalterlaringiz, yordamchilaringiz ishlaydigan joy bo'ladi. Mana shunaqa holatdagi ofislarimiz ham mavjud. Davom etamiz. Endi esa skladlarimizga o'tamiz. 8 ta mana shunaqa holatdagi skladlarimiz bor. Skladlarimiz devorlari utpitil qilingan holatda, ya'ni yana bu izolyatsiyalangan. Xohlasangiz agar morozilka sifatida, xolodilnik sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bittasi tayyor xolodilnik holatida ham bor, ya'ni o'zini muzlatadigan agregatlari o'rnatilgan. Bularga ham kelishilgan holda qo'yib berishlari mumkin. 280 kvadrat maydonni egallagan mana shunaqa 8 ta bir xildagi skladlar ham mavjud. Ayni damda turgan joyimiz bu tomoni Fayzobod masjiddan kelaverish, bu tomoni yangi hokimiyatning chorrahasi, ya'ni 61-avtobus chorrahaga yetmasdan yo'lning yoqasidan 2 qavatli bino sotuvga qo'yilyapti. Binoyimiz kadastr hujjati bo'yicha 117 kvadrat maydonga qurilgan bo'lib, 2 qavatli umumiy maydoni 200 kvadratdan oshadi. Bu yerda bitta bo'sh do'konimiz turibdi. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqadigan joyi, bu yerda esa o'zining ijarachilari bor. Ichida sanuzul xonasi bilan konditsionerlari bor, tayyor ta'mirlangan holatda fasad qismlari ham juda ham chiroyli. O'z bizneslaringizni bemalol yo'lga qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu bitta tayyor do'konimiz, oyoq tayyorlari kafil, batareyalari o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa sanuzul xonasi tayyor holatda. Yangi hokimiyat atrofidan joy izlayotgan tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar. Xudo xohlasa juda ham manfaatli bo'ladi. Buni shunagina olib umumiy hisobda 1000 atrofida ijaraga bersalaringiz bo'ladi. Ijarachilarni ham o'zimiz topib beramiz xohlasangiz. Yoki-da o'z bizneslaringizni yo'lga qo'yasizlar. Tepasida yashab turib, pastini do'kon sifatida foydalansalaringiz bo'ladi bemalol. Chunki gaz, svet, suv hammasi ulangan. Tepada bitta mana bunaqa katta xona, konditsionerlari bilan tayyor ta'mirlangan holatda. Bu yerda koridor hamda bu yerda yana bitta xona bemalol yotib tursa bo'ladi. Bu yerda oshxona qilishga mo'ljallangan joyi, gaz, svet, suv hammasi yetib kelgan, bitishga uchun ham joylari qoldirib o'tilgan. Bu yerda esa ikkinchi qavatdagi alohida sanuzul, umumiy 3 ta sanuzuldan iborat 2 qavatli mana shu binoyimiz yangi hokimiyat oldidan sotuvga qo'yilyapti. Kelib ko'rib usta aytib eshitsalaringiz bo'ladi. Ko'p qavatli domni tayidan do'kon izlayotganlar bo'lsa agar juda ham hamyonbop narxga sizlar uchun do'kon topib qo'ydim. Maxsus taklif, ulgurib qolinglar. Bunaqasi keyin chiqmasligi mumkin. Domimiz mana 5 qavatli dom bo'lib, pastda do'konlarimiz bittasining maydoni 58 kvadrat, bittasiniki 74 kvadrat. 74 kvadratligimizni ichki tomondan ko'ra olmaymiz, lekin narxini aytishim mumkin. 525 dollardan 1 kvadratiga faqat birinchi qavatga pul to'laysizlar. Yana 74 kvadratli podvali sizlarga bonusga qo'shib beriladi. Bu yoqdan yondagi 58 kvadratligini ko'ramiz. 58 kvadratligini 1 kvadratiga 550 dollardan so'rayaptilar. Yana ozgina kelishadigan joy bor. O'rtasidan bo'lib alohida ikkita do'kon qilsalar ham bo'ladi, chunki yo'lida yana alohida eshiklari hamda podyezddan ham kirib chiqadigan joylari bor. Bu yoqda esa suvlar
quriladi, quvurladi, ulangan holatda elektromontajlarni ham qilib qo'yibdilar. Endi esa podvalni bitta ko'ramiz. Mana shu do'konimizda aytganimizdek $550 dan so'rayaptilar, yana kelishtirib beradilar. Bonusiga esa mana bunaqa высокопотолочный alohida yana do'kon yoki omborxona qilib foydalansa bo'ladigan podvali bonus. Bunda ham podyezddan kiradigan eshigimiz bor, высокопотолочный kattagina joy. Kimga qiziq bo'lsa agar egasini raqamlarini qoldirib o'tamiz, lokatsiyasini o'z yo'l yoqasidan ko'rsataman. Turgan joyimiz Kogon shahar markazi, bu tomoni temir yo'l vokzal, o'rtadan mana shu shifrni olib tashsalar agar tez orada vokzalga chiqadigan yo'l ochiladi. Oldida transport prokuraturasi, bu tomoni esa temir yo'l vokzalini xodimlar kirib chiqadigan boshqa darvozasi hisoblanadi. Videoni kogonlik tanishlaringiz ulashib qo'yinglar. Bundan arzonini topolmaysizlar, tez aloqaga chiqib baraka qiladigan joy. Al-Maktum oilaviy restoranni barcha buxoroliklar yaxshi biladi. Bu tomonimiz Sharq bozorcha Cho'raqa deyiladi. Bu tomoni Monikaga ketadigan yo'l. Aynan shu joyda qurilgan yangi ko'p qavatli g'ishtli domni birinchi qavatidan podvallari bonusiga berilayotgan do'konimiz sotuvga qo'yilyapti. Har oy $500 ijara to'lab turgan ijarachilarga ham oyoqdagilar kafil qilib qo'yilgan. Bu yerda podvallarga tushadigan alohida xodlari, borzinani tayyorlagan podvallari mavjud. Hozirgi kunda game klub, ya'ni kompyuterxonaga ijaraga berib qo'yilgan ushbu joyimiz. Mana shunaqa ko'rinishi chiroyli ta'mirlangan, tepalari qoraytirilgan, oyoq tayyorlarimiz kafiltirilgan holatda, ichida bir qancha kabinalar tashkil etib chiqilgan. Xo'p, mana shu joy sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizga tizim uchun alohida katyollarga ham ega. Kvadratiga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy maydoni 93 metr kvadrat, ikki tomonlama proyekt, plus 50 kvadrat podvali qo'shib beriladi. Narxini pastda yozib qoldiramiz. Yana o'zlariga aloqaga chiqib, barakasi uchun kelishsalar bo'ladi. Mana shunaqa markaz joyda joylashgan. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun yoki-da kengaytirish uchun juda ham zo'r taklif bilan chiqyapman. Buxoro shahar markaziy ko'chalaridan biri bo'lgan hozirgi Simurg sport kompleksidan o'tib kelaverishda pasportni stol 11-parkinga bormasdan katta yo'limiz yoqasidagi ushbu noturar do'konimiz ijaraga berilyapti. To'liq uglovoyda joylashgan, panoramli ko'rinishga ega romlar qilib qo'yilgan. Birinchi qavatimiz 360 metr kvadrat va xuddi shuncha yer to'lasiga ham ega. Yer to'lasida bu tomondan kiradigan joylari bor, yon tomonimizda ham kiradigan joylari bor. Undan tashqari domimizning orqa tomonidan ham kiriladigan joylariga ega. Ushbu domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlari chiqqan, gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q. Ijara shartnoma asosida mazza qilib faoliyatlaringizni olib borishlaringiz mumkin. Ishbilarmon tadbirkorlar bo'lsa agar bemalol o'zlaringiz ijaraga bizadan olib, keyinchalik esa seksiyaga bo'lib ijaraga bersangiz ham bo'ladi. Chunki bizning o'zimizda hozirda alohida 50 kvadrat, 40 kvadrat, 30 kvadratga odamlar so'rab turibdi, lekin biz telekom bir kishiga bermoqchi biza. Pastda nomer qoldirib o'tyapman, ko'rishlaringiz mumkin. Oqartirib, chiroyli qilib qo'yilgan kanalizatsiya quvurlari, sovuq suv, issiq suv hammasi o'tgan. Yon tomonimizda ham anchagina katta parkovkalarga ega mashina qo'yish uchun muammo bo'lmaydi.